Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Suhbatimiz mavzusi rizq Allohdan, harakat bandadan deb nomlangan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonning rizqini beradi. Hech qaysi bir inson och qolmaydi, lekin aqlli mavjudot insonga Alloh taolo keladigan rizqini halol yo'l bilan, to'g'ri yo'l bilan, mehnat bilan, harakat bilan topishlikka Alloh taolo buyurgan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni muborak hadislarida ham marhamat qilinadi. U zot marhamat qildilarki: "Al-kasbu fardun biqadri al-kifayati li nafsihi va ayalihi va qada'i duyunihi" deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'niki bu hadis sharhidagi matnda keladi. Mo'min kishi o'zi, ahli ayoli uchun va qarzlarini qaytarish uchun kifoya qiladigan darajada kasb hunar qilishligi bu farzdir deb marhamat qilgan ekan. Bu fiqh kitoblarida keltiradi, al-Ixtiyor kitobida. Ya'ni mo'min odam qanchalik darajada kasb hunar qilishlik kerak desa, farzlik darajasi, ya'ni buyruq darajasidagi harakati, uni kasbi nima qilishlik uchun? Birinchi o'rinda o'zi uchun. O'zini yeb ichishligi, mavsumiy kiyimlarni kiyishligi, mavsumiy fasllarni o'tkazishligi, issiqdan himoyalanishligi, sovuqdan himoyalanishligi, badaniga, tanasiga ozor yetmaydigan darajadagi kasal yoki majruh bo'lmaydigan darajada ovqat ozuqani yeyishligi o'zi uchun. Va o'zini ahli ayolini birovlarga qaram qilib qo'ymaydigan darajada va o'zini boshqalarga nisbatan qarzdor bo'lmay qolishlik darajadagi kasb hunar qilishlik bu inson uchun farzdir deb aytilgan ekan. Ya'ni shunday darajada inson kasb hunar qilish kerakki, borgan sari birovga qaram bo'lib, kundan kunga qarzga botib, boridan ayrilib bormasdan, balki hech bo'lmaganda shunday bir kasb qilsinki, o'zini o'zi tebrasin. O'zini zimmasiga yuklatilgan, o'zi mas'ul bo'lgan bola chaqasi, ayoli, unga bir qaramog'ida bo'lgan insonlarni birovga qaram bo'lmaslik darajada kasb hunar qilsin. Mana bu farz darajadagi harakat, kasb degan ekanlar. Rizq talab qilishlik degan ekanlar. Endi ulamolarimiz aytdilarki, mustahab bo'lgan darajadagi bo'lgan kasblar bu endi kishi o'zini ehtiyojidan tashqari, o'zini yon atrofidagi unga mas'ul bo'lgan, o'zini qaramog'idagi bo'lgan insonlarni, ya'ni ahli ayolini rizqini ta'minlashlikdan tashqari yana qavmi qarindoshchilik, silay rahim qilish uchun yoki boshqalarga qo'shimcha infoq, ihson qilishlik, yordam qo'lini cho'zishlik, saxovat qilishlik yoki biror bir sadaqai joriya qilishlik, masalan, masjid qurishligi, yo'l qurilishligi uchun odamlarga xayr saxovat qilishlikka niyat qilib, yana qo'shimcha kasb hunar qilishlik endi farzdan keyingi mustahab bo'lgan amal degan ekanlar. Ya'ni bu fazilat. Ha deb dunyoga sho'ng'ib ketaverasanmi desa, "Ya to'xtang, men topayotgan bo'lsam, ish qilayotgan bo'lsam, alhamdulillah bola chaqamni boqyapman. Shu yana o'sha ziyodasini orttiraman." Nimaga desa, insonning maqsadi shu bo'lsinki, boylik orttirishdan, ko'p pul topishdan maqsadi nima desa, kim o'zlarga pulni ko'paytirish uchun emas. Ko'proq pul topsam, ahli ayolimdan orttirib sadaqai joriya qilaman. Ko'proq infoq, ihson qilaman. Birovlarning og'irini yengil qilaman. Yordam beraman, silay rahim qilaman. Qanday yaxshi bir odam, masalan, bir oila a'zolarining ichida bir boyvachcharoq bir qarindoshingiz bo'lsa, hammaga soyasi tushadi. U agar sahiy bo'lsa, baxil bo'lsa-yu, soyasini ham tushirmaydi. Lekin sahiy bo'lsa-chi, sahiy bo'lgan qarindoshning haqqiga hamma duo qiladi. Ey Allohim, shu qarindoshim baraka topsin, umriga, rizqiga Alloh baraka bergin. Juda ham sahiyda, Alloh ishlariga rivoj bergin deb haligi qavmi qarindoshlarim duo qiladi. Demak, birinchi navbatdagisi farz bo'lgan kasb o'zi va oila a'zolarini birovlariga qaram bo'lmaydigan darajada kasb qilishlik farz. Endi bundan orttirib qavmi qarindoshchilik, silay rahim, qo'ni qo'shnichilik, yori birodarchilik yoki ulfat, yaqin atrofidagilarga saxovat qilish, muruvvat qilish, xayr ihson qilish, sadaqai joriya qilish, dinning xizmati, jamiyatni foydasi uchun qo'shimcha ravishda
pul topishligini ko'paytirishlik bu endi mustahab bo'lgan amal. Dinimizda bu insonlarni qoralanmaydi, balki maqtalinadi. Ya'ni shu boy baraka topsin, saxovat qilyapti, o'zidan, ahli ayoldan orttirib, yon atrofidagilarga xayr ihson qilyapti, yordami tegyapti, birovni og'irini yengil qilyapti, yetimlarning boshini silayapti, orttirganiga yo'l bo'lsin yoki biror bir maktab bo'lsin yoki boshqa ishlarni qilyapti deb uni dinimizda fazilat darajasiga ko'tariladi. Lekin uni talab qilish borasida ulug'larimiz aytadilarki, rizqni o'zi umuman rizq nima desa, ulamolarimiz aytadilarki, bu lug'aviy ma'nosi ulush, in'om deyiladi. Rizq bu ulush. Ya'ni inson uchun ajratilgan, Alloh taolo tomonidan ajratib berilgan ulush, in'om bu rizq deyiladi. Lug'aviy ma'nosi. Endi istilohda esa, ya'ni rizqni ta'rifi shuki, Alloh subhanahu va taolo odamlar va hayvonlardan iborat bo'lgan mahluqotlariga bergan, ular uchun manfaatli bo'lgan, ular manfaat topadigan, foyda oladigan dunyoviy va uxroviy har bir narsa rizqdir degan ekanlar. Inson hayotda nima? Ham dunyoviy, ham uxroviy biror bir foyda oladigan darajadagi biror bir narsaga ega bo'lishligi bu rizq. U yo dunyosiga foyda qilsin, yo oxiratga foyda qilsin, har qanaqa narsa bu Alloh taolo tomonidan u uchun berilgan bir ulush hisoblanadi. Buni dinimizda nima? Rizq deb ataladi. Endi ulamolarimiz rizqni ikkiga bo'libdilar. Biri moddiy rizq, ikkinchisi ma'naviy rizq. Imom Muhammad Rotib Nobilsi rahmatullohi alayhi, Alloh umrlarini uzoq qilsin, o'zlarining kitoblarida keltiradilar. Inson uchun berilgan rizqlarning afzali ma'naviy rizq deydilar. Nega ma'naviy rizq desa? Chunki ma'naviy rizq bu inson uchun berilgan birinchi navbatdagi eng katta ma'naviy rizq bu iymon rizqi debdilar. Alloh taoloni tanish ma'rifat rizqi debdilar. Ilm rizqi, insonning qalbidagi xotirjamlik, Alloh subhanahu va taoloning ne'matini tanishlik rizqi. Chunki insonda agar ma'naviy rizq bo'lsa, ma'rifati bo'lsa, ana undan keyin moddiy rizqlarni u rizq deb biladi. Bo'lmasam u rizqni tanimaydi, balki shukr ham qilmaydi. Birinchi navbatda inson uchun berilgan nima? Iymon rizqi, bu eng oliy ma'naviy rizq degan ekanlar. Moddiy rizq bo'lsa, inson uchun berilgan moli dunyosi, puli bo'lsin, mablag'i bo'lsin yoki biror bir ko'chmas mulki bo'lsin, maskani, yashab turgan uyi, minib turgan ulovi, yaxshi soliha farzandlari, oqila ayoli, bular ham Alloh subhanahu va taolodan berilgan shu bandaga in'omi hisoblanadi. Alloh taolaning rizqi hisoblanadi. Dinimizda albatta rizqni talab qilishlikda halol yo'l bilan talab qilishlik talab qilinadi. To'g'rilik bilan Hazrati Ali roziyallohu anhu kunlarning birida bozorga borish yo'lida bir masjidda to'xtadilarda, namozga kirishlik uchun ulovini bog'ladilar. Bog'ladilarda qarasilar, bir odam o'sha yerda turganida, "Mana ulovimga qarab turgan, men shunday namozimni o'qib chiqaman, shungacha sen agar bo'sh bo'lsang qarab turgan" dedilar. Kirib ketdilar, namozini o'qib qaytib chiqsalar, otlari turibdi-yu, lekin haliga otlarini uzangilari, juganlari, egarlari yo'q. Haliga qarab turing degan odam hammasini yechib olib ketib qopti. Keyin o'zlarini bir yaqinlarini aytdilarda, qo'llariga kitanga berdilarda, borganda bozordan bu otimga bir jihozlarni olib kelgan, yuganlarni olib kelgan deb qo'llariga kitanga berdilar. Haliga g'olam borib bozorda aylanib u uzangi, juganlarini sotib olib keldilar. Qarasalar, haliga o'zlarini otlaridagi uzangi juganlar ekan. Haliga odam bozorga olib borib sotganda ham hali o'zlarini yuborgan qullariga sotibdi. Shunda Hazrati Ali roziyallohu anhu shetda rizqqa shunday ta'rif bergan ekanlar. Rizqqa ta'rif bergan ekanlarki, bechora odam-a. Men o'zi aslida shu odamga, ya'ni kirib ketayotgan vaqtimda mana shu odam otimga qarab tursa 2 tanga beraman deb niyat qilgan edim. Xizmatiga 2 tanga beraman deb niyat qilgan edim, lekin narsamni o'g'irlab olib ketdi-da, o'sha 2 tangani halol yo'l bilan topishdi, o'rniga harom yo'l bilan topdi degan ekanlar. Demak, insonga keladigan rizq o'sha o'zini halol yo'l bilan ham kirgizishi mumkin, harom yo'l bilan. Lekin inson mana shu ikkita rizqni talab qilishlikda nima qiladi? Imtihonga tutiladi. Ya'ni insonning qo'liga bu kelgan har bir narsa qanaqa yo'l bilan keldi? To'g'ri yo'l bilan keldimi? Harom yo'l bilan keldimi? Aldov yo'l bilan keldimi? Zulm yo'l bilan keldimi?
Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam rizqlaringizni halol yo'l bilan talab qiling deb marhamat qilganlar. Ya'ni insonni bunga hatto Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham juda ham chiroyli ta'riflari bor. Hazrati Imom Malik rahmatullohi alayhi ham chiroyli ta'riflari bor. Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, kim agar rizqini topayotgan pulini halol yoki haromligini bilmoqchi bo'lsa, ishlatayotgan, sarf qilayotgan ishiga qarang degan ekanlar. Ya'ni sarf qilayotganiga qarab turib, uni qanaqa yo'l bilan topayotganiga baho bering degan ekanlar. Insonni nimaga sarf qilayotganligiga qarab turib, uni qanday yo'l bilan topayotganligiga baho bersa bo'ladi degan ekanlar-da. Hazrati Imom Malik rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, xuddi shu ma'noda kim agar pulni qanday yo'l bilan topsa, uni sarfi ham xuddi shunday yo'llarga bo'ladi degan ekanlar. Halol yo'l bilan topgan odamni Alloh taolo o'sha molini halolga sarf qildirib qo'yadi. Harom yo'l bilan topganni Alloh subhanahu va taolo ming halol yo'lga sarf qilgan degan taqdirda ham uni haromga sarf qildirib qo'yadi degan ekanlar. Buni endi o'ziga yarasha bir ta'riflari bor. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda aytib beramiz. Alloh taolo hammamizga beradigan rizqini halol yo'l bilan kelishligini Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Bu chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom jismda harom luqma borki, u jahannam otashida yonguvchi deganlar. Alloh panoh bersin. Bu tanamiz, bu jismimiz harom yo'l bilan o'sar ekan, uni faqatgina jahannamning otashigina uni halollaydi degan ekanlar. Alloh panoh bersin. Bu hattoki kiyimida degan ulamolarimiz agar debdi bir odamni kiygan kiyimi debdilar. Kiyadigan kiyimini 10 dirhamlik bo'lsa-yu, shu 10 dirhamidan 1 dirhami harom yo'l bilan topilgan pulga agar kiyim olib namoz o'qigan bo'lsa, uni namozi qabul bo'lmaydi degan ekanlar. Shunchalik darajada shubha yo'l bilan, birovni aldov yo'li bilan qo'lga kiritib, biror bir kiyim oldi-yu, harom yo'l bilan topib oldi. O'sha topilgan puli 10dan 1 hattoki harom bo'lsa yoki shubha bo'lsa, unda o'qilgan namoz bo'lmaydi degan ekanlar ulamolarimiz. Alloh panoh bersin. Alloh hammalarimizni rizqimizni haloldan bersin. Harakatlarimiz, qilayotgan kasb-korlarimizga Alloh baraka bersin. Ikki dunyo saodatiga Alloh musharraf aylasin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastagfiruka va natubu ilayk ya Robbi. Sendan yolvorib so'raymiz. Rizq o'zingdan ya Robbi. Rizqlarimizni halol yo'l bilan bergin. Parvardigor bizlarni ichimizga harom narsalarni kirib qolishidan panoh bergin. Ulug'larimiz aytgan ekanlar, hattoki meni jismimga, luqmamga shubha yo'l bilan kirgan luqmani ibodatlarga dangasalik bo'layotgan vaqtida bilib qolaman degan ekanlar. Biror bir gunohlarga qalbim moyil bo'layotganligidan, falon narsani bekor yegan ekanman-da deb bilaman degan ekanlar. Shunchalik darajada bekorga inson gunohga qo'l urmaydi. Nimani ta'siri? O'sha harom harijning ta'siri. Inson bekorga namozga kirmaydi. Halol luqmani nuri bilan kiradi. Ulug'larimiz aytadilarki, halol luqma insonni qalbiga nur kirgizadi. O'sha nur tufayli ibodatga quvvat hosil qiladi degan ekanlar. Alloh hammalarimizni rizqimizni halolidan bergin ya Robbi. Harom harijdan panohingda asragin. Ikki dunyoda o'zing aziz va mukarram qilgin. Bu jamoatimizni Alloh taolo qilayotgan kasblariga, mol jonlariga, Alloh taolo tavfiqlariga, rizqlariga barakot bergin. Va sallallohu taala ala khayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.